Assalomu alaykum azizlar. Srochniy sotiladigan uy topdim. Xo'p, sразу manzilni aytib o'taman. Manzilimiz Kirgili mavzesi, prямо atesda yonginasida joylashgan 9-domda 4-etaj 2 xonalik. Bir qator remontlarni ko'rsatib o'taman. Remontlari yashash uchun yaxshi holatda. Bu kuxnyamiz. Ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda gaz juda ham ba'zi joylarda pasayib ketdi, kun sovigani sababli. Batta gazlari zo'r, remontlari yaxshi holatda. Xo'p, bu zalimiz. Zalimizni remonti yaxshi holatda, yashash uchun tayyor. Jitga bo'ylab qo'yibdi bu. Xo'p, spalniyimiz. Spalniyimiz ham yaxshi holatda, yashash uchun yaxshi. Endi biroz o'zlaringga moslab kosmetika qilib olasizlar. Eng asosiysi narxida. Xo'p, endi bu balkonimiz. Balkonimizni ko'rishlaring mumkin. Aytganimdek, biroz o'zlaringga moslab remontlarni o'zlaringga moslab olasizlar. Narxi srochniy bo'lgani uchun $20,500 deyishyapti. Telefon nomerlarini opsiyaniyada qoldiraman. Telefon qilishingiz mumkin, bemalol qo'shimcha ma'lumot olish uchun. Endi sizlarga aytib o'taman. Men xuddi shunaqa remontda, xuddi shunaqa holatdagi uylarni ko'rdim. Narxlari bir 22,000, 23,000 shuni atrofida. Endi bizga pul srochniy kerak degani uchun men $20,500 ga qo'yib berdim. Xo'p, endi telefon qilib bemalol yana qo'shimcha ma'lumotlar olishlaring mumkin. Ha, aytgancha sizlarga hammomni ko'rsatish esdan chiqibdi. Bir qator hammomlarga ham e'tibor bering. Yaxshi holatda, yashash uchun первоначальный zo'r holatda ekan. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, ko'rishamiz.